Endi ko'radiganimiz Vietni bizada variantda tushadigan holatlari. Ya'ni Viet teoremasi nima deydi? X kvadrat qo'shilgan px plus q teng 0. Keltirilgan kvadrat tenglamada ildizlar yig'indisi minus p ga teng, ildizlar ko'paytmasi q ga teng. Ana shu Viet teoremasi. Endi Viet teoremasi variantda, ya'ni o'sha milliy sertifikatlarda qanaqa holatlarda savol tushadi. Birinchi, bitta tenglama beradi bizada. X kvadrat minus 2x minus 7 teng 0. Bu tenglamamiz yechimga ega, chunki diskriminant musbat, lekin ildizlari qanaqa? Irratsional, ildizlik bo'ladi. Shu uchun bizga atayin shunaqa bitta tenglama beradi. Keyin bizga so'raydigan narsalar bor. Ya'ni ana buni so'raydi. Birinchi, x1 ning kvadrati qo'shilgan x2 ning kvadratini top deydi. Yo bo'lmasa ikkinchi, x1 ning kubi qo'shilgan x2 ning kubini top deydi. Demak, birinchisini topish uchun 7-sini qisqa ko'paytirish formulasidan a kvadrat plus b kvadratni a plus b ning kvadrati minus 2ab formulasiga qo'yamiz. Ikkinchisini topish uchunchi a kub plus b kub, ya'ni a plus b va katta qavsda a plus b ning kvadrati minus 3ab formulaga qo'yamiz. Demak, birinchi misolni ishlaydigan bo'lsak, x1 qo'shilgan x2 nima teng? Demak, x1 qo'shilgan x2 Viet teoremasidan 2 ga teng. Ko'paytmachi x1 ko'paytirilgan x2 minus 7 ga teng. Ana endi birinchi misolimizda x1 qo'shilgan x2 ning joyiga nima qo'yamiz? 2 ni qo'yamiz. 2 ning kvadrati ayrilgan 2 ko'paytirilgan x1 x2 ning joyiga minus 7 ni qo'yamiz. Demak, 4 qo'shilgan 14 18. Ikkinchi misolimizda, demak, yig'indini o'rniga 2 ni qo'yamiz. 2 ning kvadrati minus 3, ana bu yerda minus bor. Demak, minus 3 ko'paytirilgan x1 x2 ning joyiga minus 7 ni qo'yamiz. Demak, 2 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 21. 2 ko'paytirilgan 25 50 javobi hosil bo'ladi. Demak, navbatdagi misollarimizni ko'ramiz. Bu ham variantlarda savollar uchraydi. Demak, x1 4-inchisi qo'shilgan x2 4-inchisi. Bu ifodaning qiymatini topish kerak va ana bu modullik ifodaning qiymatini topish kerak. Demak, bu ifodani topishdan, bu misolni topishdan oldin biz ikkinchi misolni birinchi ishlaganimiz osonroq bo'ladi. Chunki hozir bunda chiqadigan narsadan bunda foydalanamiz. Umumiy mahraj beramiz deb qo'yishda, umumiy mahraj ikkalasini ko'paytmasi. Suratda x1 bilan x1 ko'paysa, x1 ning kvadrati va qo'shilgan x2 ning kvadrati. Bizada mahrajda ko'paytma x1 x2, suratda a kvadrat plus b kvadratni a plus b ning kvadrati minus 2ab ko'rinishida yozamiz. Demak, ko'paytma o'rniga nima qo'yamiz? Minus 3. Yig'indan joyiga nima qo'yamiz? Minus 6. Minus 6 ning kvadrati 36 ayrilgan 2 ko'paytirilgan minus 3. Minus 2 minus 3 plus 6 bo'lsa, demak 42 mi? 42 taqsimda minus 3 minus 14. Ana endi bu birinchi misolimizda soddalashtirishdan foydalanamiz. x1 ning kvadrati qo'shilgan x2 ning kvadratining kvadrati ayrilgan 2 x1 ning kvadrati ko'paytirilgan x2 ning kvadrati. Ana bu joy bizada tayyor. Nechaga teng? 42 ga teng. Demak, 42 ning kvadrati ayrilgan 2 ko'paytirilgan x1 x2 nima teng? Minus 3 ga teng. Minus 3 kvadrati 9. 42 ning kvadratini 40 plus 2 ni kvadrat qilib oladigan bo'lsak, 40 plus 2 ning kvadrati minus 18. 2 ning kvadrati minus 18 qilamiz. Demak, 40 ning kvadrati 1600. Ikkalasini ko'paytirsak 80 ikkilangani bilan 160 qo'shilgan 4.
1764 ayrılgan 18 1746. Navbatdagi 3-chi misolimiz, demak, modulosda x1 minus x2 qayerdan paydo bo'lgan? Bu ildizning ichida x1 minus x2 ning kvadrati. Ya'ni ildizdan nima chiqadi degan vaqt biz aytamiz musbat son, ya'ni modul chiqishi kerak. Demak, buni bizaga bor ana bu ifodalar orqali ifodalashga harakat qilamiz. Demak, x1 minus x2 ning kvadratini olib chiqsak, x1 ning kvadrati minus 2 ta x1 x2 qo'shilgan x2 ning kvadrati ko'rinishda keladi. x1 ning kvadrati qo'shilgan x2 ning kvadratini ana bu formulaga qo'yadigan bo'lsak, demak, x1 qo'shilgan x2 ning kvadrati ayrilgan. Bu yerda 2 ta, bu yerda 2 ta. Demak, 4 ta x1 x2. Misollar qo'shilib ketib qolmasin. Ana endi o'rniga keltirib qo'yamiz. Yig'indi minus 6 kvadrati 36 ayrilgan 4 ko'paytirilgan ko'paytma minus 3. Minus 3 ni keltirib qo'yamiz. Demak, plus 12 36 ga 12 ildiz ostida 48 yoki buni 4 ildiz ostida 3 desak ham bo'ladi. Xo'sh, navbatda Viet teoremasidan ko'radigan misollarimiz bizga tenglama beradi. Tenglama ildiz bo'ladi. Tenglama ildiz bo'ladi, lekin ildizlar irratsional bo'ladi. Ildizdan diskriminant chiqa olmaydi. Demak, nimani so'raydi? Bu tenglamaning ildizlari deydi x1 va x2 bo'lsa deydi. Birinchi ildizlari qisqartirmaylik. Ildizlari 2 taga kam, 3 taga ortiq, 4 taga kam, 1 taga ortiq bo'lgan kvadrat tenglama tuzsin deydi. Demak, biz ixtiyoriy bittasini tanlaymiz. Ildizlari 2 taga ortiq bo'lgan kvadrat tenglama tuzing degan shart keladi. Demak, birinchi navbatda biz tenglamamizning ildizini bilishimiz kerak. Tenglamamiz yangi topadigan tenglamamizda birinchi ildiz T1 x1 dan qanchaga ortiq bo'lishi kerak? 2 taga ortiq bo'lishi kerak. Ikkinchisi T2 bu ham x2 dan 2 taga ortiq bo'lishi kerak. Demak, topadigan noma'lumlarimiz birinchi minus p, ya'ni T1 plus T2. Bu yerdan p ni topadigan bo'lsak, minusni oldinga qo'yamiz. T1 qo'shilgan T2 barobar. Demak, p-imiz minus T1 ni joyiga x1 qo'shilgan 2, T2 ni joyi ham x2 qo'shilgan 2. x1 ga x2 ni qo'ysak necha? 7. x1 ga x2 ni qo'ysak 7, 7 ga 4 11. Demak, p-imiz minus 11 ga teng. Demak, quni topishga harakat qilamiz. Demak, quyimiz ildizlari ko'paytmasiga teng. Demak, T1 ni joyiga x1 qo'shilgan 2, T2 ni joyiga x2 qo'shilgan 2. Qavsini ochib chiqsak, bizga ana bu ko'rinishda keladi. x1 ko'paytirilgan x2 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan x1 qo'shilgan x2 qo'shilgan 4. x1 ko'paytma o'rniga 4, 2 ko'paytirilgan yig'indan o'rniga 7 qo'shilgan 4. 4 ga 4 8 qo'shilgan 14. Demak, javobi 22. Ana endi yangi tenglamamizni yozamiz. Ya'ni x kvadrat plus px plus q teng 0. O'rniga keltirib qo'ysak, x kvadrat p ni joyiga minus 11 mi? Minus 11x, q ni joyiga plus 22 teng 0. Navbatdagi ikkinchi misolimiz, demak, kvadrat tenglama berilgan, ildizlarimiz 7, ildizlar ko'paytmasi 4. Ildizlari, oyna yo'q qo'y.
ildizlari 3 shu kvadrat tenglama ildizlaridan 3 marta kichik bo'lgan kvadrat tenglama tuzing. Demak, bizning kvadrat tenglamamizning ildizlari nima edi? Birinchisi T1. T1 3 marta kichik bo'lsin. Demak, x1 bo'lingan 3. T2. T2miz ham x2 bo'lingan 3. Ana endi p ni topamiz. P ni topish uchun endi birdan ham bunaqasiga yozamiz. P barobar minus T1 qo'shilgan T2, ya'ni minus P edi. Minus P ni ildizlari yig'indisi oldiga qo'ydik. Ana endi minus T1 ni joyiga x1 taqsim 3, T2 ni joyiga x2 taqsim 3. Demak, P imiz barobar minus mahraji bir xil 3, suratda x1 qo'shilgan x2. Ildizlar yig'indisi necha edi? 7. Demak, minus 7 taqsim 3. Bu bizada P bo'ldi. Endi quvni topamiz. Demak, quvimiz T1 ko'paytirilgan T2. x1 taqsimda 3 ko'paytirilgan x2 taqsimda 3. Surat ko'payadi. x1 ko'paygan x2, mahraj ham ko'payadi. Bo'lingan 9. Ildizlar ko'paytmasi nima ayting? 4 ga teng. Demak, 4 taqsim 9. Kvadrat tenglama ko'rinishi tayyor. X kvadrat plus px plus q teng 0 ga. Demak, x kvadrat p imiz minus 7 taqsim 3. Minus 7 taqsim 3. X quyimiz 4 taqsim 9 teng 0. Ayrim holatlarda javob shu ko'rinishda qoldiradi, ayrimida mahrajni yo'qotadi. Mahrajni yo'qotish uchun bizda ham 3 ham 9 ga qolish kerak. Demak, tenglamani nimaga ko'paytirish kerak? 9 ga ko'paytirish kerak. 9 ga ko'paytirsak, 9x kvadrat minus 9 bilan 3 qisqarsa 3 qoladi, minus 21x plus 4 teng 0. Ana bu ko'rinish va javoblar orasida 99% shu ko'rinishda beriladi. Demak, biz ham uni 9 ga ko'paytirib shu holatga keltirishimiz kerak. Demak, 3-shartimiz tenglama berilgan, tenglama ildizlari x1, x2, ildizlari 7, ko'paytmasi 4. Shu tenglama ildizlariga qarama-qarshi bo'lgan kvadrat tenglama tuzing. Demak, biz yangi tuzadigan tenglamamizda o'quvchilar ildizlari T1, T2 bo'ladi. T1 qarama-qarshi bo'lsa nima bilan farq qiladi? Ishorasi bilan. Demak, T1 minus x1, T2 minus x2. Birinchi navbatda p ni topamiz. Demak, p imiz barobar minus T1 qo'shilgan T2. Minus T1 ni joyiga minus x1 qo'shilgan T2 ni joyiga minus x2. Agar qavsdan minusni chiqaradigan bo'lsak, tashqaridagi minus bilan plus bo'ladi-yu, p imiz nimaga teng bo'lib qoladi? x1 qo'shilgan x1 qo'shilgan x2 ga teng bo'ladi. Demak, x1 qo'shilgan x2 nimaga teng? 7 ga teng. Ana endi quvni topamiz. Quyimiz T1 ko'paytirilgan T2 minus x1 ko'paytirilgan minus x2. Ikkita manfiy son ko'payib musbat bo'ladi-yu. Demak, x1 ko'paytirilgan x2. U nechiga teng? 4 ga teng. Demak, tenglamamizni yoza olamiz. X kvadrat qo'shilgan px qo'shilgan q teng 0. Ana endi x kvadrat p ni joyiga 7x qo'shilgan 4 teng 0. Bizlar bitta narsani endi tushunsak bo'ladi. Qaranglar. Agar ildizlari qarama-qarshi bo'lgan kvadrat tenglama tuzing desa, kvadrat tenglamamiz x kvadrat minus 7x plus 4 edi. Bu yerda x kvadrat plus 7x plus 4. Demak, bu ishlarni qilmasdan oddiygina p ni ishorasini nima qilish kerak ekan? O'zgartirib qo'ysa ham bo'ladi. Misol uchun minus 7 bo'lsa plus 7, plus 7 bo'lsa minus 7. Bu bizga vaqtdan yutishga yordam beradi. Yoza olinglar. Demak, navbatdagi sharti yuqoridagi tenglama berilgan ildizlari x1, x2 bo'lsa ildizlariga teskari bo'lgan kvadrat tenglama tuzishimiz kerak. Demak, kvadrat tenglamamizning birinchi yechimi T1 teskari bo'lsa nima bo'ladi? 1 taqsimlik, ya'ni 1 taqsim x1 bo'ladi. T2miz 1 taqsim x2 bo'ladi. Demak, p ni topamiz. P barobar minus T1 qo'shilgan T2 minus T1 ni joyiga 1 taqsim x1
T2 joyiga 1 taqsim x2. Bu tomondan davom ettiradigan bo'lsak, demak P barobar minus umumiy mahraj bersak, umumiy mahraj x1 ko'paytirilgan x2, bunga x2 dan, bunga x1 dan. Demak, yuqoriga yig'indi paydo bo'ladi. Mahrajda ko'paytma paydo bo'ladi. Demak, x1 qo'shgan x2 miz 7 ga teng, minus 7 taqsim ko'paytmamiz 4 ga teng. Q'ni topamiz. Demak, q barobar T1 ko'paytirilgan T2. 1 taqsim x1 ko'paytirilgan 1 taqsim x2. Suratda 1, mahrajda ildiz ko'paytmasini ayting 4. X kvadrat qo'shilgan px qo'shilgan q. Yangi tenglamamizning ko'rinishi, demak, x kvadrat p ni joyiga minus 7 taqsim 4x, q'ni joyiga 1 taqsim 4 teng 0. Ayrim holatda bu ko'rinishda keladi variantlar, ayrim holatda mahrajni yo'qotadi. Demak, 4 ga ko'paytiraversak, 4x kvadrat minus 7x qo'shilgan 1 teng 0. Ana bu kvadrat tenglamamizning ildizlari berilgan kvadrat tenglamaning ildizlariga teskari hisoblanadi. Ya'ni o'sha 1 taqsimlik. O'z o'rniga.